Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi mehmonimiz Samarqand viloyati Urgut tumanidan Bekzod akamiz kelganlar va yonlarida Sheroz do'stimiz, o'zimning kursdoshim kelganlar. Birga veterinariyada xizmat ko'rsatishar ekan aholiga. Bekzod aka, tayloqqa ham chiqib xizmat ko'rsatar ekansiz Shunday. territoriyaga. Qalay bu apparatni olish? Sizdan oldin ham Doston aka, Abdurashid kelishuvdi. Shunga qiziqib bizlar ham bitta olaylik deb keldik. Shaxdan endi nasib bo'lsa, hop, ishlarni barakasini bersin. Rahmat aka, rahmat. Sizlar ham nima niyat qilsa, niyatlaringizni aytingizlar. Rahmat aka. Hammani omadini bersin. Rahmat aka. Aka, sizlarda qanaqa xizmatlar bor? Mana hozir o'zingizni oldingiz. Xo'p, magnitlarni yangilayapman dedingiz, detektorni yangiladim deyapsiz. Yana nima xizmatlaringiz bor? Tuyoq kesish, sun'iy urug'lantirish. Sun'iy urug' tuyoq kesish, boya haligi dedingiz, xirurgik apparatura, shular ham bizga kerak bo'ladi. Shularda Ularni ham xudo olsa yangi mahsulotlarimiz yetib kelyapti. Xudo olsa tripam so'raganlar bor edi. Xudo olsa uni ham qo'yamiz, kelganda yangilik bo'ladi va boshqa ichidagi mahsulotlarimiz ham kelyapti. Tuyoq pichoqlarimiz, ayniqsa Pokistonniki. Demak, asosiy veterinariya sohasida nima bo'lsa birga ishlaysizlar. O'g'lim ham vetvrach dedingiz. Gap yo'q. Hamma ota ham sizday bo'lsin. O'g'lini mutaxassislik ko'rsin. Ayniqsa ikkalamiz nasib qilsin. U hazil akam narsa emas. Mana o'z otalari mana o'g'illariga o'zlari oldin ko'rmagan imkoniyatni mana o'g'illariga qilib beryaptilar. Gap yo'q. Gap yo'q. Bu hamma ham qila olmaydi. Kimga xizmatlar kerak bo'lsa, akani telefon raqamlarini qoldiramiz. Bekzod aka, o'g'lingiz ismlari nima? Muhriddin. Muhriddin degan do'stimiz. Xudosi endi ko'rmadim-da, asosiy ishlatadigan odam o'sha bo'lsa kerak deb o'yladim o'zi. Endi xudo xolasa pastda telefon raqamlarini qoldiramiz. Agar kimga shu mahsulotlar kerak bo'lsa, bu hozir T1 modelimiz RKF, bu suvga chidamli, 27 sm chuqurlik, 10 000 amper, 2 yil kafolati bilan qilib beramiz va bizda 11 xil turdagi mahsulotlarimiz bor. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, mahsulotlarimizdan qilib beramiz. Pastda telefon raqamlarimiz. Joningiz va molingiz sog' bo'lsin.